Hisobot 4-kvartal Masterland novostroykasini 2-qavatidan chiqqan 2 xona 42 kvadrat metrlik kvartirani video obzorini qilgani kelganimizda joylashgan joylarini tushuntiradigan bo'lsam, Moyqo'rg'on yo'li Shohsaroy to'yxonasiga qarab chiqib boradi. Domimizni o'zini ko'rinishi, pastlarida parkovkalari bor, детский plashatkalari bor, даже sport zallari ham bor. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tgandek, 2-qavatda joylashgan 42 kvadrat bir xona 2 xona qilingan planirovkamizga kirishimiz bilan zalga tushamiz. O'ng qo'limizda birinchi eshigimiz orqasida kuxnya joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, mebel texnikalar hammasi shu holatida, shu ko'rinishda qoladi. O'zini kichkinagina osma balkoni bor. Undan keyingi xonamizda spalnya. Spalnya garniturlarimiz to'liq, konditsioner, televizor, hamma kerakli bo'ladigan narsalari bor. Va kiraverish eshigimiz oldida совмещенный sanuzelimiz joylashgan. Xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.